أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين، آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: والمواقيت للعراقيين ذات عرق، وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذو الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين يلملم، ويقال ألملم. Biz o'tgan darsda hajning shartlarini bayon qilib, hajningki miqot zamanini bayon qilgan. Vaqtini shu Shavvolun va Zulqa'da va ashru Zilhijja dedim. Lekin umrning cho'g'i vaqti yil bo'yi aqlamani bu mazhabda illa yawm Arafa va yawm an-Nahr va ayyam at-tashriq. Shu kunlarda, ya'ni 5 kunda Hanifiy mazhabning qarashida umr qilish makruh. Undan boshqada umr qilish bo'lardi. Shafiy mazhabda u kunlarda makruh emas. Endi hozir men yana darsda bayon qilmoqchi bo'lganim al-mawaqit al-makaniyya. Ihrom bog'lashga bekitilgan o'rinlar. Iroqdan kelganlarga Zatu Irq degan joydan ihrom bog'lashi bekitilgan. Wal-shamiyina al-Juhfa, Shamdan kelganlarga Juhfa, Madinadan kelganlarga Zul Hulayfa, Najd tarafdan kelganlarga Qarnu Manazil, Yaman tarafdan kelganlarga Yalamlam. Bu 5 o'rin, shunami? Nima uchun bunda 5 o'rin bo'lsa? Li'annahu sallallohu alayhi vasallam vaqata hadhihi al-mawaqit. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushu o'rinlarni bekitib o'tgan. 5 o'rin. Yo'q, vaqata degan asli bir narsaning chek-chegarasini bekitdi degan bo'ldi. Vaqata degan o'sha bekitib berdi degan ma'noda. Tawqit, yoki tawqif deb qo'yamiz-ku, shu bekitib berish iborat. Hadil mavaqit, ya'ni shu muhaddad joylarni bekitib bergan demakchi. Mushu 5 joyda ihrom bog'laydiganligida ulamolar ittifoq, buni ijmo bor. Rasululloh hadisda hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah. Rawahu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ay muttafaqun alayhi hadisda shunda rivoyat qilgan. Inna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam waqata li ahli al-madinati dhal hulayfati wa li ahli ash-sham al-juhfata wa li ahli najd qarn al-manazil wa li ahli al-yaman yalamlama kunna lahunna ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل أهل مكة من مكة. متفق عليه حديث. يعني بردستا ابن عمر رضي الله عنهما من أين أعتمر بسرعان كشيكا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة. ده جواب باقي. يعني بردستا زبطاشا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وأبو داود رواية حديث. سيد مسلم رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواية قلده ومهل أهل العراق من ذات عرق. Bunda mümkün mushbash o'rin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekitib bergan o'rin. Bir-birlab kelsak, birinchisi Zulhulayfa. Zulhulayfa bugun Madinada bugun kunlarda Abiyar Ali deb ataladi hozir. Shu nega mahallani ko'rsatgan, adres ko'rsatgan yo'l ishoratlarda Abiyar Ali deb yozdi. Yoki hozir xalqlar shunda deb ataydi. Burungi ismi Zulhulayfa. Makka bilan Zulhulayfaning orlig'i 420 kilometr. Zulhulayfa bilan Madina Ko'nishaning orlig'i, haramning orlig'i 10-12 kilometr. Hozir shahar tutishib Madina shahar ichida bo'lib ketdi. Lekin haramdan shu 15 mil masofa bor. Bu Madina aholisininki haj ya umrga bormoqchi bo'lsa, ihrom bog'laydigan miqoti. yoki boshqa
jutlardan kelib Madinaga tushib, Madinadan haramga mangdiganlarninki ihrom bo'ladigan joy. Bu Makkadan eng yiroq miqat hisoblanadi. Miqatlarni shunda qarasak, bu miqatlar haramning chambarsimon doirasiga kirib turadi. Yani bu joy shunda Alloh taolo endi sharaflantirgan, alohida ulug'langan Allohning harami bo'lg'achqa, buni shunda qo'dashimizni yoki shunda alohida tayyorlangan bir chambar hosil qilgan. Şu chambardan shunda ishiga o'tgandikilar ihrom bilan o'tishing lozim. Bunda qarasak, Zulhulayfa mush atrofdagi chambar nuqtalarining eng yiriqi, Ka'badan eng yiroqroq. Yani 420 kilometre. Xaritasini sizlarga buni. Bo'lmasa tasavvur qilasiz. Arab yeri var mı? Mesela ya Medine. Medine olsa Zulhulayfa bunda yadırdı. Ne bu anlıkken miyad varsa Cidde. Miyad yoksan var Yelemem. Kabe. Miyada Cuhfa. Miyada Taif var mı? Taif'in kaçta miyada Karnı Menazil. Miyada Zat Ark. Şuna karşısanlar adım var Kabe'nin atrafı bunda çember çıkıyor. Çünkü mağarlık en zira ağırlık. Mağarlıklar 180 kilometre, 95 kilometre, 80 kilometre bundaki. Miyada mesela El-Hudeybiye, Miyada Arafat, Miyada Mina, Muzdalifalar bunda yardım. Lekin muş Kabe'nin etrafında yana bir çember var. Bunda bir çember var. Bu adet taxamon haram doirasida taxamon markaziga kelgan chog'da doir taraydi. Xuddi mana nuqtasa markaz nuqta Ka'ba desak, Ma'al Haram deydi. Ma'al Hil. Ana miqatlar bunda yozildi. Bu yerga sirtdan birisi ihromsiz bunda kiramaydi, o'tolmaydi. Hil degan ma'lum doirasi bo'ladi. Hil degan miqat bilan haram oraliqdagi joy. Ondan Arabning jutini yana bir tarafda bunda belgilanadi. Rayonga mesela şu Arap yerlerini desek, ma sahildeki kısmı Cidde, yan bağındaki var. Yani Tihama deyimiz. Ama ya buna bir adım var. Ya da Medine, Mekke, şunama. Buna El-Hicaz deyimiz. Ama ya bunda bir adım var. Bu Necd deyimiz. Ma aslında El-Yemen. Bundan ki ma Yemen'den bilen Juhfa şu nögirdi. Tihama namaga. Ma Zulhulayfa Hicaz miske ma qalanlarına ya Hicaz ya Necd gibi. Juhfa'nın orunda yana bir nima var. Ma Juhfa hazır başka bir ötülüp ketgandek. Rabıg dedi. Juhfa hazır yo'qlab ketib, Rabıg degan joydan ihrom bog'laydi. Yani o bazı yerler xarobalık olinib, bunun o'rniga shunda yangi shaharlar, yangi kentlar bu xarobalık aylanganning sababi bor. Bu adeta xaritani o'qiganda tasavvur qilsak, chambarni har bir nuqta bilan tushunamiz. Zulhulayfa nima uchun miqatningki eng yiriqi, Makkadan eng yiroq miqat. Boshqa miqatlar yaqinroq, lekin Zulhulayfa bunda yiroqda. Bunu ulamalar mesela Hafiz ibn Hajar Fathul Bari degan kitobda bunda hikmat chiqqan birisi bo'lishi mumkin deb faraz qilib qo'ygan. Birisi Madina aholisining ajri katta bo'lishi uchun. Qancha jiroqdan ihrom bog'lab kelsa, ihromda turadigan kun soni jafosi ortiqligi ajri katta bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi yaqin yurtlardan keldiganlar qiynalib qolmasin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccetul Vada'da şu Zulhulayfa'dan ihram bağlagan. İkinci miqat El-Juhfa. Bu konu kentlarning birisi Mekke'den 187 kilometre jiroqlikda. Hozir bunu 30 kilometre jiroqlikka Rabıg degan joydan ihrom bağlagan bo'ldi. Nima uchun desa, Juhfa Rasulullah sallallohu alayhi vasallam Madinadagi vabo kesilini shu Juhfaga yetkazsa deb duo qilgan. Duo qilgandan keyin bu vabo Juhfaga yetkazgan. Yetkazgan shu xalqlar ba'sa to'slam shayasdan kesilgan bo'lgandan keyin ve asasen xalqlar to'may xarobalikqa qaylangan. Undan keyin 30 kilometre jiroqlikka Rabıg'dan ihrom bağlagan bo'lib, shu yerda miqatdek bo'lib ketgan.
Rabig'dan Makka oraliqi 204 kilometr. Bu endi Juhfa deyiladi, Rabig' o'tkazilgan o'rni. Bu Şam'dan kildiğanlı ehram bağlayılgan miqat. Şam'dan ya Mısır'dan aşı yoluyla kildiğanlar ya başka yerden aşı yoluyla kildiğanlar da qarasanlar bu Juhfa Şam'dan da kilish yoludan. Medine'ye kirish ketmaydi. Da şu Şam'dan kelgan yo'l shu yerda o'tirgan bo'lsa, Mısır'dan basun, Şam'dan kelsin, eşhadu ehram bağlanmaydi. Miqatning nereden o'tsa shu yerda ehram bağlaydi. Lekin kirish yo'liga qaraydi. Bu yo'ldan kelgan bo'lsa, Shamlik bo'lsin, Misrlik bo'lsin yoki shuning sirtidagi odamlar mishada ehram bo'ladi. Agar Madinada o'tirgan bo'lsa, nalik bo'lsin, Madinada ehram bo'ladi. Chuqur ma'lumotlar deyish, chuqur ma'lumot bo'lish kerak. Ya. Lekin ba'zi ulamolar boshda Zulhulayfadan miqatdan bir o'tib, undan keyin yana Juhfadan o'tadigan bunda bo'lib qolsa, bir miqat o'tib, yana bir miqat qilib, ondan herhangi bo'lib qolsa, birinchi miqatda ehram bağlasa yaxshi, ya ikkinchisi ehram bağlasın buldu deb ma'noda ixtiloflashib. Uchinchisi Qarnul Manazil, Qarnul Sa'alib yoki Qarnul Muborak deb ataydi. Lekin bugungi kunda As-Sayl yoki As-Saylul Kabir deb ataydi. Hozir qism. To'liq salkildigan joy bo'lg'achqa, bu tog' bir vodi, shunda bir yer bo'lg'achqa salat to'liq qilib Saylul Kabir deb ataydi. Makka bilan Qarnul Manazilning oraliqi 80 kilometr atrofida. Bu Taifdan, Najd tarafdan yoki shu yo'ldan o'tadiganlar ehram bog'laydigan miqat. Bu Makkaga eng yaqin miqatning birisi. To'rtinchisi Yalamlam yoki Alamlam. Alif bilan bo'lsa keyin yog'i o'zgartirib ketgan bo'lsin. Har ikkisi to'g'ri, sahih. Bu Tihamidagi bir tog' va vodining ismi. Şu Yaman tarafdan kelganlar shu yo'ldan o'tibdi. Bu asnoda kam zaman Yalamlam degan. Masalan, Ko'llim tog' tizmasi deymiz-ku. 50-60 kilometr so'zlab ketishi mumkin. Vodimi shunda uzun bo'lsa, buningki eng yaqin nuqtasi Makkaga nisbatan 60-70 kilometr qilgan. Yana bir uchi Yaman tarafdagi uchi 130 kilometrdek munda jiroqlik qilgan joyim. Bu yerda shu Kenana Taqif degandek tabillashadi. 5-chi miqat Zat Irq. Irq degan kichikroq bir tog'ni Irq degan shu yerdan bir kichik bir tog'li bo'lg'achqa Najd aholisi buni Dariba deb ataydi ekan. Makkadan 94 kilometr jiroqlikda. Bu Iroqlikning kildigan yo'lda bo'lg'achqa Iroq ahli o'shadan ehram bog'laydi. Yoki iqli bilan birga kelganlar boshqa yerlikmi ehram bog'laydi. Lekin shu Zat Irqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi bekitib berganmi yoki Hazrat Umar ya Xulafa Rashidin bekitib bergan miqatmi ulamolar ixtiloflashgan. Biz yuqorqi hadislarda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu hadisda Sahih Muslimdagi va muhallu ahli al-Iraq min Zat Irq dedi. Yana Abu Davud'dagi Hazrat Aisha hadisi anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqta li ahli al-Iraq Zat Irq dedi. Lekin Rasululloh bekitgan deyishkim bo'ldi. Yani bazı rivoyatlarda, mesela Sahih Buxoriyda musulmonlar shu Kufa va Basra degan shaharni barpo qilgan chaqda Kufa va Basra shahar aholisi Hazrat Umarning huzuriga kelib shunda degan: "Ya Amiral Mu'minin, inna Nabiy sallallohu alayhi vasallam waqata li ahli Najd qarnan va innaha jawrun an tariqina." Najd aholisiga Rasululloh Qarnul Manazilni miqat bekitib bergan. Lekin bu bizning yo'limizga to'g'ri kelmaydi. Biz o'tgan yo'lga o'tilmaydi. Atrofda qoladi. Va inna in aradna qarnan shaqqa alayna. Biz qarnga berib, ondan yo'limizni davomlashtirsak, ortiq yo'l yurib, jafolab qoldi degan chaqda Hazrat Umar faqala Umar radhiyallohu anhu unzuru ila hadwiha min tariqikum. Siz yo'lni shu o'tgan chaqda Qarnul Manazilni yerda qoladi. Biz shaharda o'tiribmiz. Qarnul Manazil berib, undan keyin yana o'qisa avachilib. Udulib kelgan chaqda shu yerda ehram bog'lanlar degan. Fahadda lahum zat irqin. Shundan bu xuddi Hazrat Umar shulga miqatni zat irqda bekitib bergandek ko'rinadi. Albatta ikkisi to'g'ri bo'lishi mumkin. Yani bir mazhabda Hanbali mazhabda Shafi'ning ko'pchiligi bu Rasululloh bekitib bergan deb qaraydi.
Qandalar bo'lsin, buningda ijmo bor. Mush 5 miqatda amanda hadisga kelgan bo'g'ishqa ijmoan miqat deb qaraydi. Lekin mush Hazrat Umarning mushu biz bayat muqaddisi qarsanga o'z yo'lini menga ko'rib, qarnining udul kelgan chaqda shu ihrom bog'lanadi. Ama bu intayin muhim nuqta. Mesela Cidde'de ihrom bog'landığınızda havada degan gibi mushundan aydınlaştırып alıngan nuqta. Bundan sonra Hazrat Umarning aş sözünü parxod va kiyimini kildigan kishilar uchun yoki quruqliqmi faqat adam minib boqmaydigan yerda yo'l oldiga aşağı yangidan cho'lning o'ttirdan yo'llanib yangi yo'l yashagan bo'lsa, aş miqatning uduli kelgan chaqda ihrom bog'laysa degandek bir ko'rsatma chiqadi. Lekin shu uduli deganga aşında bir siziq shunda o'tilgan chaqda ihrom bog'la degan gap bo'lamdi yoki udul degan gap ma miqatninki Makka bilan bo'lgan aralığını o'lchab bu 90 kilometr kelsa, senmi Makka 90 kilometr qolgan chaqda ihrom bog'la degan bo'lamdi. Lekin ba'zi joylarda uduli kelsak bu 150 kilometr va 90 kilometr araliq bo'lishi mumkin. Bunda ulamalar ish qilib qaraydi. 6-cı bir miqat var, al-aqiq. Bu zat-ı irqning oldiroq, ya'ni Makkadan jiroqroq deylar. Kaga hacı aqiqdan o'tab, uningki zat-ı irq kelib, uningki o'tadi. Bunda ixtilof bo'lgan. Jumhur ulamolar aqiq zat-ı irqdan ilgari bo'lgan ekan, undan burun ihrom bog'lash bo'ladi deydi Ahmad ittifoq. Lekin afzal qaysi aqiqdan bog'lashmi, zat-ı irqdanmi deganda ixtilof bor. Cumhur ulamolar zat-ı irqdan bog'lasa shu afzal deb qaraydi. Shafiy mazhabidagilar aqiqdan ihrom bog'lasa shu afzal. Çünkü Hazreti Enes shu yerdan ihrom bog'lagan. Said ibn Jubayr shu yerdan ihrom bog'lashni degan. Yani bir tarafdan asli shu zat-ı irq xuddi ko'nisha, yanishadek bular. Aş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vaqtidagi zat-ı irq Tavristonlik va Zaraf va shu joy bunda shahar matrafga yanishib, haram tarafga taraqqi ketib, ko'n zat-ı irq ko'nisha shu aqiq tarafda qolgan bo'lsa, bu ehtiyojatdan asli ko'ni joyda o'tib ketmaslik uchun burroq bog'laymiz deb o'zilgan. Hozir hamda ko'pincha bizning hojilar mushkulligini jiddiy tushdi. Ayrılan. Belki burun Mısır'dan bahse farklı ciddi var. Ciddi miqat sallandı. Bunda ixtilof var. Lekin ittifaqqa urun jiddida yashaydigan, jiddi aholisi olsun yoki sirtdan birib shu turib qolgan, ishlamchi, iqomat bilan turadigan, o'sha uy ijaraga turayotganlar bo'lsin. Bular haja umriga bormoqchi bo'lsa, jiddidan ihrom bog'lamoq. Bunu çoğunma, yelenlen görüp, bunu veriş gerekiyor. Şu ciddiden başlamam. Bu da ittifak. Yani bir ittifak noktası, eğer bu ciddi halise yolunda aynı pardonlar, karnın manazilden, ya ki yelenlemden, ya ki Cuhfa'dan Mekke'ye çıdan olsa, miqattan ihram bağlısı lazım. Onun başka anda sırtın kelgenler, Mekke'ye kirişten burun ciddiye düşüp, şu yerden ihram bağlısı bulamdı, bulmamdı, şulara nisbeten miqatma emasman deganda ixtilof var. Birinci qarash bu sirtdan kelganlar uchun miqat emas. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni miqat qatorida bekitib bermagan, jiddiy qilib ko'nishatdi, birini tortdi. Bunda bekitib bermagan. Makkaga eng yaqin bo'lgan miqatni udilganmaydi. Makkadan jiroq yaqinlikda udilganmaydi. İkinci qarash G'arb tarafdan, mesela Mısır'ın janubi, yoki Sudan, aş tarafdan shundan qizlig'ingizdan o'sizlar jiddiy bordi-ku. Mesela Mısır'ın Safaja, shunday yerdan udul u qirg'oq bo'lsa jiddi. Ashyadan bordiganlar uchun miqat. Çünkü ular so'darsan berishda boshqa bir miqatga o'tmaydi. Shu tunjulab udul qildig'ini jiddi. Undan keyin mushu jiddi shular uchun miqat. Lekin boshqa lokasiyon, mesela Türkiye'den ciddi uçurganlar, Kahire'den ciddi uçurganlar, Pakistan'dan ciddi uçurganlar lokasiyon ulug' miqat emas. Ular aeroplanda şu boshqa miqatdan o'tgan chog'da shu chog'da ihrom bog'lash lozim deydi. Men qarash shu jiddining udildagi Afrika qit'asidagi jutlardan keldiganlar uchun miqat degan qarash. Uchinchi qarash
Quruqliqdan kelganlar uchun miqat emas, dengiz yoki havodan kelganlar uchun miqat. Ama quruqliqdan kelgandan keyin, quruqliqdan qaysi tarafdan kelgan bo'lsa, shu o'tgan miqati shu hisob. Bu qarashtimiz shu Jidda u boshqa miqatga parallel udul kelmaydi. Ammo dengizda va havoda keladiganlar qiyinchilik uchraydigan bo'lg'achqa, masalan, aeroplanda ham bog'lanmaydigan ish bo'lsa, tushgandan keyin ham bog'laysa deydi. Lekin quruqliqdan kelganligida uzr yo'q demoqchi. To'rtinchi qarash Jidda yangidan paydo bo'lgan bir miqat, ya'ni shu burungi miqatlarga qatimiz musulmon. Quruqliqdan kelsin, dengizdan kelsin yoki havodan kelsin, Jiddiga kelgan har qanday haj va umrchi bo'lib qolsa, o'sha Jiddada ihrom bo'lsa bo'ldi degan qarash. Bu qarash qanday sabab ko'rsatdi? Jidda Makkaga yaqinlik va jiroqlikda Yelamnanninki Makkaga eng yaqin nuqtasi bilan orliqni hisoblsak o'xshash chiqadi. Masalan, Yelamnanninki Makkaga eng yaqin nuqtasini hisoblsak 60 kilometr keladi. 60 kilometr bo'lgan ekan, biz bunda qaradik. Qarasak, Jiddininki janubiy ya o'ttiri 65 kilometr keladi Makkaga. Lekin shimoli 60 kilometr kelishi mumkin. Shimoliy yaqinroq bo'ldi. Lekin bu orliq hozir udillashdi deydi. Masalan, buni qarasak, Jidda va Yelamnan bu Yelamnan cho'ng rayon deydi. Cho'ng rayon bo'lsa, Mashhadga va Makkaga yaqin nuqtasini hisoblasa, orliq bilan Jidda va orliqqa 65 kilometr atrofida kelgan ekan, ikisi hozir bir siziq ustiga tushadigan deydi. Hazreti Muhammed muhaza degan misolga hazliha fi tariqikum degan. Hazl shu. Lekin buningda bakrak jinchga tafsili nima qilsak, Jiddining o'ttiri, o'ttirisi bilan janub tarafi dal keldi. Lekin Matarul Malik Abdulaziz bu shimol tarafda bo'lg'achqa, bu Makkaga sal yaqin kelib qoladi deb ma'nosini ehtiyot qildi. Nega hech bo'lmaganda mushqarashga asosan Aydın uçken çağda hem bağlamışım o, Jiddi'nin şahitçi bir kirvitler konuşar, ottırığa. Şu yerden ehrem bağlayıp kirse, mevkuftan değil mesela, Jiddi'nin mevkuf var. Teksi, Mekke'ye edem taşıdığın mevkuftan ehrem bağlamışsa, bulduğu diyen kıraştı. Kökünç olmağı ruhsat bulmaydı onu. Lekin Şeyh Qardavi mesela, ya ki, Suudi Arabistan'ın bazı ulamaları, bekrak cho'nqiroq izni buni tadqiq qilib, unda ijtihod qilgan ulamolar bor. Jiddini miqat qilsak bo'ldi. Masalan, Rabi'ni Rasululloh bekitgan qanday bo'lib bu miqat bo'lib qoldi. Shu xalqlasda atar kusurlar miqat bo'lgan. Undan keyin zot ariqni Rasululloh bekitgan desak, Rasululloh bekitgan bo'ldi. Lekin Rasululloh bekitmagan, Hazrat Umar bekitgan desa, Rasululloh bekitmagan joydan bizni xalifalar bekitgan bo'ldi. Ya ki Hazreti Umar'dan şu unduru hadvaha fi tariqikum diyen aş ko'rsatma delil bo'lalaydi. Miqat belirlashlik sabab şu haram doirasini Alloh taolo alohida bir rayon qilgan bo'lsa, bu yerga boshqa yerga bag'andiqlar bundan bog'lanmaydigan, alohida bir hozirlik bilan kirdiğanga o'rlashtirganlar. Yani şu joyning ulug'ligi va haq-hurmati jihatdan deymiz. Bunisi u joyda boshqa yerda halol qilingan narsa harom qilingan. Masalan, Makkada odatda daraxtni xohlagancha kesib tutulmaydi. O nimaga xohlagancha daxl etkizgili bo'lmaydi. Hatto hayvonlar bir yerda daraxtning ostida yetib olgan bo'lsa, saylatda buni qo'g'latib, buni o'tira olmaydi. Masalan, yolda uçurgan narsa olsa onu asıl olmaydı. Karşında kolaylıklı var. Başka şu Allah Teala'nın beyti ve ziminde tümce bina kılgan mescid var. Şu an bunu üç çember dairesinde Allah Teala'nın da bir hak hürmetini katkılış arkalık karşında bir alaydı kıygan ve kovduğun rayon. Adette bazılarının alaydılıkı kovduğun rayon deyilgan numalar oldu. Ama mahmiye. Şunu hoşçakalın bir caylı. Şu anda hazır bekrek cüret kıyganlar
ciddi miqat ciddi ihrom bo'ldim kirsan bo'ldi deydi. Sen ehtiyot qildiganlar masalan jiddiga tushib ihrom bog'liq holatda tushsan chegirdan yurmaydi ekan. Iqomat bilan bog'liq bo'lsa ihromli holati bor jiddida chegirda to'sildi ekan deydigan ish bo'lib qolsa sen kiyiming bilan tushib keyin jiddiy sharish ichigandan keyin unda ihrom bog'lab deydi. Ko'pincha ahvolda ya bo'lmaydi deb turadi. Bo'ladi deyishsin unda jasorat lazım. Jiddiy tushib jiddidan sharish ihrom bog'lab chiqsan bo'ldi deydiganqa. Lekin mush dalillar qarasak, tahlil qarasak jiddiniki miqat ekanligi qanoat asl bo'ldi. قال فلو أراد المدني دخول مكة من جهة العراق فوقته ذات عرق. مدينة هالستن برسه Iraklılar ketlep da ayrılılan mangal olsa, bu şu yolda mangallar Iraklılar ihram bağlaydıgan zat Irak'tan ihram bağlamada. Aksiyon ise Irak'tan birisi Medine'ye gelip bandamadan olsa Zülhüleyfe'den ihram bağlaydı. Ve keda fi sa'iril mevaqit başka miqatın şunda. Ve men qasada Mekke'te min tariqin gayri meslukin adam muvaffaqmagan. Aşında yeldin yan yol ilinip şu joydan mangan bo'lsa birse o biz bekitgan o altı miqat o to'g'ri kelmaydi uni. Ahrama ida hadal miqat ay miqatning udluq kelgan chaqda ihrom bog'laydi. Lekin udli kelish deganni qanday tushunamiz? Ikki xil anda tushunish bor. Ikki xil tushunishni to'g'riman udli degan. Ka'ba shunama bizlarda şey varmakçı veya bir miqat var. Lekin biz ma miqatdan ma'lumaya Ka'baga niyatim oldu. Veya bahsa Allah'ta işte miya göre andım bunda kirib jumay durmamışsınız. Bunda bir yol elinde artık. Yol elinse muşsızlık kelgen çağda, muşsızlıkta ötülgan çağda ihram bağlaysız gen buluşun mümkün. Muhazar gen şu, udunur gen bunu hazar gen. Şu kâşimi hazar deniz var. Şu 10 soltuğunu udul doldu. Yani bir mana hizar degan Riyad'ın Mekke'nin arlığı 90 kilometre. Yani biz Riyad'ın mangan çağda uduluk gelsek 70 kilometre vaklasın ama şu Riyad'ın mangan çağda yani dışarı 90 kilometre çıkıra bir şeyden ihram bağlaysız. Ma 90 kilometre, ma 90 kilometre dik. Çıkıl düşündüm. Orun ispesi olmadı. Yüzbesinde. Mekke'ye cirak yakışıklı oluşumaydı. Bunlar biz miqatdan ihram bağlaşan yo'q istedib qolmay aşkın duoy istedib qolsa. Ya miqat şu joydan ihramsiz o'tsam bo'lmaydi. Lekin unda ilgari ihram bog'lab kelsan mayli. Lekin mushriqdan sen ihram bog'lagan holat o'tishing lozim deb bekitgan. Ihramsiz o'tsam bo'lmaydi bekitgan. Qala va in qaddama al-ihram 'alayha fa huwa afdal. Ash miqatdan burun ihram bağlavarsa hem ölümalı caiz eder. Mesela Mısır'dan mangallar Mısır'ın aydırımdırlar ihram bağlar manda ya uydun deyler. Aydırımda ya ayrıplanda ihramını almaştırıp kullanmayın uydurlar ihram bağlanmansa caiz. Şu etimmul hacca vel umrata lillah diye ayetimi Hazreti Ali İbn Abbas ashablar aşında tefsir kılgan. Uyanın işidin ihram bağlanmansan itmamul hacc vel umre oldu. Bunun caizliği var. Lekin evzilik aysa ay miqatdan ihram bağlash afzalmi ya undan burunroq ihram bağlash afzalmi deganda ixtilof bo'ldi. Hanafi mazhabning qarashida burun ihram bağlasa shu afzal. Liqawli ta'ala va atimmul hajj vel umrata lillah. Qala Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma itmamuhuma en yuhrima bihima min duvayrati ahli. İtmam yani itmam degan tamamlab to'liq qilish degan uydan tortib ihrom bog'lamansa to'liq tamomlash bo'ladi deb izohlagan. Hanafi mazhab bilan Shafiy mazhab ittifoq qilganlar. Lekin Shafiy mazhabning Imom Shafiy kelgan bir qarashda ittifoq. Bundan boshqa ulamolar bor. Savri va boshqa. Yani miqatdan burun ihrom bog'lamansan
Evzel demekçi. İkinci qaraş İmam Malik ve İmam Ahmed'in qarışı miqatdan ehrim bağlaş evzel. Bula sünnet şu Resulullah Zülhüleyfe'nin ehrim bağlagan sünnet şu evzel oldu. Lekin Hanefi mezhep ve Şafii mezhep şu sahabe kiramlar miqatdan burun ehrim bağlagan. Muş miqatning hadisini rivayet qilgan sahabedir mesela İbn Ömer şu beşçayni Resulullah bekitberdi geldisinin birisini rivayet qilgan İbn Ömer o'zi Falastin'deki İlyad'ın ehrim bağlagan Kudüs yakın joydan İlyad'ın ehrim bağlagan. Bundan başka İbn Abbas, İbn Mas'ud ve başka sahabenin ki aslında miqatdan burun ehrim bağlaganlığı kelgan. Bazı sahabenin burun bağlasan bulmaydı degan nimani kelgan. Yani şu ayetın tefsirini anlattıklar. Bu Resulullah'ın anılganının hükmü değmez. Bu fakat lan Resulullah şunda bildiğinli bir şey. Bu la şu uyanın ehrim bağlaş şu da tefsir kılgamız özün kallası boyunca tefsir kılmaydı. Daha iken bu mu Resulullah'a tutaşkan bir hadisin hükmünde ediptir. Yani bir koşulcu delil وَلِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ فَكَانَ أَفْضَلُ. Çünkü icraat caydın miqat kelmesden burun ehrim bağlasa bu tıkımı cepalık iş oldu. Şuna evzel. Kançı cepalık olsun şunca evzel. Yana ehrimde tıkımı ulug'lığılık oldu. Ehrim bağladığın cay beriştin burun ehrim kiyip Bismillah'dan mansa bu ehrimde tıkımı ulug'laştı ibaret. قال أبو حنيفة رحمه الله الإحرام من مصره أفضل إذا ملك نفسه في إحرامه. Lakin İmam Ebu Hanife rahmetullah bir xil ahvalga qarab bekitgandek afzallik. Aç kişinin ahvalı qarayın. Bu kişi ihramga burun kirib olsa, herhangi bağış belki bir ay ketishi mumkin. Mümkün ketishi burunla şu tugildi mantığı. Aynı bularga şu aralıkta cheklangan ishlar birasini qilmay, Hacı ömrünüzün düzeltmeyi, ihramını düzeltmeyi, fidye keltirmeyi, keparet keltirmeyi şunda kılalılığın olsa, icraatın ehrim bağının şu evzel. Bunun olan bayan olsa, miqattın ehrim bağının evzel. Ama Resulullah'ın için miqattın bağlıgan, çünkü Resulullah başkalar, burun ehrim bağlaş lazım da düşünüp kalmışsın. En tüyen çekini köysüp koyuyor, en dakika. قال ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة. Hicratların kelgen kişi Mekke'ye girmekçi olsa, kanda maksat olsun, Mekke'ye girmen dese, hicratın kelgen kişi, çokum ehrim bağlanan adet kirişi lazım. Afaqi degan ufuqiyning köküki. Ufuk deymiz. Yavlan asmanın tutaşkan tarafiga qarasak, şu siziq ufuk oldu. Yani jiroq joylardan, jiroq yurtlardan kelgan kishi demakchi. Shuni da bir xil alam bo'lib qolganlik uchun ko'klikka nisbatan afaqi deb ataydigan odat bo'lib qolgan. Asl ufuqiy desak bo'ladi. Afaqi deb odatlangan. Afaq ufuqning ko'kligi. Asl ufuqiy deb mufratdan nisbat berilishi lozimdir. Lekin afaq degan so'zning o'zi bir xil alamda bo'lib ketgan bo'lg'achqa ko'klikka nisbatan afaqi deb ataydigan odatlangan. Afaqi degan biz bekitgan makani miqatlarning sirtiga demak. Xuddi ashulan jiroq joydan kelgandek hisoblanadi. Yoki chambarning sirtidan kelgan. Bunun ichiga Makkalikni kirdi. Makkalikdan birisi Turkiyaga olgan bo'lsa, Turkiyadan qaytib kelgan bo'lsa, bu mu chambarning sirtidan kelgan bo'ladi. Yani cho'qim mu Makkalik bo'lmasi kerak degandek bo'ladi. Makkalik shu chambarning sirtidan chiqib qolsa, kelishda şu başka yerlere o'xshash. Yana birisi var, bu al-hilli deymiz. Hilli degan baş chambarning ichida, lekin haram doirasi tutmaydigan orliqdagi ara doirada turadiganlar. Yani halal, yani hil doirasi turadiganlar. Miqat bilan shu haram orliq turadiganlar. Yani haramning sirti miqatning ichida turadiganlar. Kafam iskilab çizsek, 3. dairede, merkezde Mekki, el-Hirami yeri var. Yani harem ahalisi, Mekkiler yeri var. Bu şu harem işi dikilmez. Harem dikilmez, mesele harem olmaz. Şu haremde bekleyen rayon.
Şunun içinde yaşadıqanlar Mekki yoki Hirami deb atıladi. Yani bu Mekke'nin içinde yaşaydigan Mekkilik ahali bo'lsin yoki ashar iqomat bilan turadigan, ishlaydigan, muqim turadigan odamlar bo'lib qolsa, bu Mekki bo'lib turadi. Shuni hukmida deymiz. Ya diqqat qilsanglar, Mekke'ga kirishni xohlasanglar, Yaqujutdan kelgan kishi, miqotning sirtidan kelgan odam Mekke'ga kiray demoqchi bo'lsa, ihrom bog'lash lozim. Lekin Mekke'ga kirmayman, mana shu hil doirasiga kirman deb qolsa, masalan shu yerda bir bog' bor ekan, yoki bir ish bor ekan, yo bir shirkat bor ekan, ashyoga kirib Mekke'ga kirmayman, mana qaytaman deb qolsa, ihromsiz miqotdan o'tib ketsa bo'ldi. Lekin qalbga kirgandan keyin ihromsiz o'tsam bo'ldi ekan deb boshqa ish uchun halol doira kirdimi? Ya kirib ondan o şirkatda ishlarni tutirib 5-10 kun o'tgandan keyin bir umr qilib chiqay deb qolsa, hilning turgan joyidan ihrom bog'lasi bo'ldi. Yani miqot qaytib, uningki ihrom bog'lasi bo'ldi. Shunga ba'zi ulamolar agar ihromsiz siray deb elishitay desam, shunday qilsam bo'ldi. Yani vaqt kitobda ba'zi hiyal deb bayon qilishlar bor. Başta halal dairga bir kiritib, miqotni o'tib, uning degandan umra kirmadim bunlar. Lekin bu aslida niyatga munosib. Niyatda ashar bir ish va umra qilish niyat yo'q bo'lib qolsa, shu ibodat. Lekin unda qarasa haram yaqinda, 10 minutda haram bor ekanmi, umra qilib chiqmayman deb niyat o'zgarib qolsa, mayli bo'ladi. Sawa'un arada dukhulaha hajjan aw mu'tamiran aw tajiran. Nima maqsad qilib tijorat uchunmi Makka kiraman desa, ihrom bog'lab o'tish lozim ekan. Yoki ishlash uchun. Imom Shofiy tijorat va boshqa uchun bo'lsa ihromsiz kirsa bo'ldi deydi. Lekin Hanafiy mazhabda nima maqsadda Yaqujutdan ihramga kirmoqchi bo'lsa, miqotdan o'tgan ihrom bog'lashi lozim. Ihrom bog'lamay kirsa gunohkor bo'ladi, qanot qilish ketadi. Lianna fa'idatu at-taqiq hada bu miqot belgilashdan foydasi nimaga nisbat? Li'annahu yajuzu taqdim al-ihram 'alayha bil-ittifaq. Lianna fa'idatu at-taqiq hada bir chiqib qo'ysanlar, chunki aşı joylarni ihrom bog'lab o'tisiz deb bekitib qo'yganning foydasi shu. Bu bekitganning nima foydasi? Xalq odam ihromsiz o'tib ketavergan bo'lsa, mushu daire ulug' joy bo'lgandan buni kirmoqchi bo'lsa ihrom bog'laysiz deb bir joyni bekitib qo'yganligi nima maqsadda zot o'tmoqchi bo'lsam o'shadi haramga kirmoqchi bo'lsam ihrom bog'lash degan gap. Yani bu yerda hozir shu joyninki ulug'ligi va sharafi katta bo'lg'achqa bundan keyin bu Hanifiy qarshida ihrom bog'lash hozir haj umri ibodati uchun emas, shu Makkaning ulug'ligi uchun. Liannahu yajuz taqdim al-ihram 'alayha bil-ittifaq. Deganning qarshida bundan burun ihrom bog'lasang bo'ladi. Lekin undan keyin bu bitga ya'ni foydasi nima bo'lsa, bu shu yerdan o'tablan qolsam aram tarafga ihrom bog'lasang bo'lmaydi degan mazmun bor. Undan keyin ashyo zodi ulug' joy. Faqala sallallohu alayhi vasallam la yatajawazu ahadun al-miqata illa muhrima. Bu hadisni aytibdi. Yani miqotni ihromsiz o'tib ketsa bo'lmaydi degan mujadalni keldi. Bu ajroq biz bo'lishi mumkin. Va man kana dakhilal miqati miqotning ichidagi kishilarcho, masalan, Jidda bilan haramning oralig'ida Jidda mansab rel belgisi va bir chazig kelmas. Shu haram chegarasi boshlangan joy. Haram chegarasini ham yerda bir tash belgi qo'yib qo'yilgan. Mana haramning ichi, haramning sirti deydigan. Hatto masalan shu Mina'nın bağı, yani belgili var. Muzdalife yoki Mina'da var. Dahil hududul haramda belgili var. Şu miqotning ichidagilar bo'lib qolsa, ya'ni hil doirasida bo'lib qolsa, yoki miqotning o'zi turganlar Jidda, shunday joyda turib qolsa, yadkhulu Makkata bi ghayri ihramin li hajati. Zaj umra qilmoqchi bo'lsa, ihrom bo'lib kirdi. Sirtin kelganlar o'xshash. Lekin bir ish uchun chirom bo'lib qolsa, so'zitqa yoki narkes yoki nasib chiqmoqchi, shuna bo'lib qolsa, bu ihromsiz kirivasi bo'ldi. Chunki bu ibodat uchun, haj va umr faoliyati uchun kirmadi. Ammo bu miqotning sirtiga chiqib qolgan bo'lsa, cho'qim ondan Makkaga kirmoqchi bo'lsa, ihrom bog'lab kirish lozim.
Lekin hil dairasi turib, Makkaga hajga umr uchun emas, tijorat boshqa ishlar uchun kelmoqchi bo'lsa, ehramsiz kiriyasi bo'ldi. Makkalik tijoratga boshqa narsaga hojat tushib chiqib Miqatning sirtida chiqib qolsa, ehram bog'lab chiqishlar. O'sha farqli o'xshash bo'ldi dedi. Endi bu hil dairasidan ehramga tijorat boshqa ishlar ehtiyoji bilan kirib qolsa, ehram bağlamasın bulduğu. Nima uchun? Li'annahu yatakarraru dukhuluhu li hawaijihi fayuhrazu fi dalik. Çünkü bu davamlı kirib chiqadigan bo'lsa, har qatimda kirib chiqish uchun ehram bog'layman, o'qiman deb qolsa, japa bo'lib qoldi. Wasara kal-makki idha kharaja thumma dakhala. Xuddi Makkalikka o'xshash. Makkalik aşa ehram dairasidan halol dairasiga shunda chiqib kirib taksichi bo'lsin masalan. Yoki o'tan to'shiydigan, meva to'shiydigan odam bo'lib qolsa, kunda nechqadan chiqib chiqadigan bo'lsa, har qatim ehram bog'lab qilsa bo'lmaydi. Shuni o'xshash deb qaraymiz. Yani qiyos kelmakki. Bixilaf ma idha dakhala lil hajj. Ammo haj ya umriga kirib qolsa, halol dairasi kishi. Bu chog'da haraj bo'lmaydi. Japa qilmaydi. Li'annahu la yatakarrar. Chunki haj degan har yil qilmasligi mumkin taqa. Yilda bir qatim keladi va u har yil kirmasligi mumkin. Japa bo'lmaydi. فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فلا يحرج وكذا لأداء العمرة عمرة قلش مش لأنه التزمها بنفسه عمرة بنوشن واجب مسده وأز عمرة قلمن ده حالة كرجان ده حرج قمة يدور كل برقدم كريب شغلان بوسا هر كل إحرام bağlar bu جبال قلم قال فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام Jirak jutun kıldıgan kişi Mekkelik olsun, ya jirak jutluk olsun, miqatının sırtıdan kıldıgan kişi, miqatın ehram bağlamaya ötep gitip kalsa, fe'aleyhi şatun, bir koy kan kılışı vacip kılıdı. Çünkü bu vacibini terk etti. Miqatı ehram bağlısı ibaret bir vacibini terk etti. Bu anda şu miqatı ötep gitip boğanın kim? Yerin yolda ehram bağlamaya bozmuşunda. Çokum bu miqatın ehram bağlısı lazım. Miqat ehram bağlamaya ötep ketkenlikken, yolu ravan boğanlikken kan keldi deyimiz. Yerin yolda bağlasın şunda, kan keli yolda. لِأَنَّهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ لِمَا مَرَّ مِنَ الْحَدِيثِ Şu yukarı hadiste miqatın ehram bağlamaya ötmüşsün degende. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın ki sözde şunda kelgen men tereke şey'en min nusukihi fel yuhriq dema. Ulmanın ki miqatın ehramsız ötep gelse kan kilodu degenin asası hadisden aciz değiliz. Peki İbn Abbas'ın ki ma sözü İbn Abbas degeni ki sahih. Şundan muşun asas kılır. Yani bu hükmen merfu'. Nusuk'un vacibatlardan birini taşlap olan kişi kan kılışı lazım yani ki miqatı ehram bağlaş vacibini taşlap koydu kan kılığı doğru değil. Bunu İmam Malik ve Beyhaqi ile rivayet ediyor. İmam Malik Muvatta'da rivayet ediyor. Senedi sahih. Kâle fe in âde diyen miqatını ötep geçmeme ehram bağlamayın. Ötep ketkenlikken birisi miqatını ehram bağlamayı ötepsilerse oy deplam yeniplam miqatı keldim. Yeni oldu. Fe ahrama minhu Oyda bilan xata qilmanda ehram bağlamay turiblan kiyimilan miqatga qaytib kelib oldi bu. Fa ahrama min miqatga qaytib keldilar, miqatdan ehram bağladı. Saqataddan gadinga vacib bo'lgan qon chiqdi. Çünkü bu hozir xatolikni tuzatgandek. Qasdan bo'lsin, unutqilib bo'lsin. Wa in ahrama bi hajjatin aw umratin thumma aada ilayhi mulabbiyan saqata aydan. Hacca ömrüge ehram bağlan bular. Yuqurqisi ehram bağlamay turiblam yeni oldu. Mavu yanmay turib yerim yolda hacca ömrüge'dan ehram bağlay tutuşar. O ehram bağlamay tursa soyma hacı. Ehramni kiyolaydım kiyoptur. Kiyolanniken thumma aada ilayhi. Yani şu joyda ehram bağlam unundan andın miqatga qaytdi. Lekin miqat qaytgan chaqda labbayk Allohumma deb to'lab qaytgan bo'lsa, İmam Ebu Hanife'nin nazarında geldiğinden sakıp oldu. Lekin ilgirki ehram bağlamaya turiblam yenip berip ya da ehram bağlab kelsa, Hanife nazarında şu imamның hammasi qan sakıp oldu deydi. Lekin şu tuğan joyda miqat qaytmay turiblam ehramni kiyib, undan keyin qaytsa İmam Ebu Hanife labbayk Allohumma to'lab qaytdi dedi.
Bu çağdan kan saqt oldu. Ve indahuma yasqutu bi mujarradil avd. Sahiben lebbeyge de tolumsuma şu ihram bağlagan halatda miqat qaytib kelsa, gelden saqt. Çünkü bu miqatdan ahir qitim şu o'tilgan çağda ihramlik mudda ihramda. Bo'ldi ishtugida deydi. Ve inde Zufar, İmam Zufar la yasqutu ve in labba. Lebbeyge de to'lab qaysimi o gelden vacib bo'lgan kan saqt bo'lmaydi. Çünkü o cinayet ne işlep buldu? لأن الجناية قد تقررت فلا ترتفع بالعود. Çünkü bu cinayet ispatlı buldu. Kaysama cerimana geldiğini düşünüyor. Mesela Kızılçırak'tan galiba öte kulaklan başının arkadan kararı yandıklan sırvasa kamera alıp buldu dedi. Kayıt ölüşülen ücret kullanmaydı. Cerimana kileri yoktur. Kema idâ defa'a min arafatin qabla'l gurub. Thumma 'âda ba'dahu. Xuddi mesela Erpat günü, Erpat tutuğu ağacı, gün petişten burun Erpat'ın yürüp gidip kaldı. Müzdürük giderek. Burak beski oğucundan duraydı, kumay, kağan bolsa, şandın burun mansız bombaydı, dep birisi kaç telefon kağan bolsa, akı kaytıp geldi. Şimdi ada bağdağı diyen, şandın kim kaytıp geldi? Eğer şandın burun kaytıp gelse, cahil uçup gitti. Lakin şandın kim gelse, bu azır cinayetini işlep boğadı. Yani Şam'ın turun diye yerde Şam bu arlıkta başka yerde vücudu. Velena bizim delilimiz Züferge karta ennehu istedrekel faite qabla teqarrurul cinayeti bişşuru fi ef'al hac feyeskutidem. Ya bu ihramımız tekbirat tahrimdek sırtı şartıdır. Ya bu hacının faaliyeti resmiye tutuş kılıp başlaştın burun derhal özlemiş oldu demiş. Taha hacının faaliyeti resmi başlanmagan. Sırtı ihram bağlaş için taha bu başka geldi. بخلاف الدفع من عرفات. Yani siz Arfat'tan burun ketip kalışta kestiğiniz bu onu hoşmaydı. لأن الواجب استدامة الوقوف ولم يستدركه. Çünkü bir vacip olduğuna eşyada midilme turuşlarını tasdik. Arlıkta bu Arfat'ın tasaklar başka yola geldi. Şunda boğan. ولم يستدركه degan onun ornunu toldurduğun mesela bir saatini taşak etken olsa ornunu toldurduğun bir işte kımıdır edi. Kim tuğan bolsun lekin şu qo'ldan ketgan vaqt uni qaytirib bo'lmas. Thumma indahuma sahibaning nazarida azhara haqqal miqat bi nafsil awd. Miqatninki haqqini aytdi. Miqatdan ihrom bog'liq o'tashdi. Bu darhol qaytish orqali miqatning haqqini ado qilgan bo'ldi. Lianna talbiyata laysat bi shartin fil ibtida. Chunki talbiya to'lash ihramda dastlabki bağlan çağda bu şart emas. Onu gerek tolsun buldu demek. Hatta law marra bihi muhriman sakiten jaza. Şuna miqatdan ötken çağda bir nas demay talbiya tolmayınca ötüp kesimi bulup dedi. Ve indahu kim? Indal imam ennehu cena bit-ta'khir anil miqat. Bu miqatdan ötüp getiş arqılı bir cinayet işledi. Fecib aleyhi qada'u haqqihi bi inşa'at talbiye. Şuna onun şu qo'ldan ketirib qo'ygan miqatning haqqının qazasını talbiye to'lash arqılı to'ldirdi. Yani miqatni bir qo'yish arqıda talbiye to'lg'ash ma'lum demek. Ve kana at-tadaruku fil 'awd mulabbiya. Undan keyin şu qo'ldan ketgan ishni qanday asli keltirildi? Talbiya to'lgan holatda qaytish orqali asli keltirildi. Üç qarashdan üç xil tahlili bor. Çünkü İmam Abu Hanifa'nın nazarida miqatning haqqi talbiya to'lib o'tash deb qaraydi. Sahiba miqatning haqqi ihrom bog'lab o'tashdi. Bu anda bulardan bu xatosini tunib bir ish qilgan ekan, bo'ldi qilib o'tmas degan tariqada. Qala walau 'ada ba'da mastalama al-hajar. Endi bu ihramsiz miqatdan o'tib ketdi. Ihrom bağlamay, menep yerim yolda ihrom bağlı oldu. Kabe kiripti, tavafını başlaptı. Tavafını başlagan çağda ya Hacer-ül Esved'ni suyab yoki işaret bilan başlaymiz bu. Bismillahirrahmanirrahim ekber deb. Ya suyash ya tutishni yoki ishorat tutamagan ekan odamcha ishorat qilamiz. Shuni istilam deymiz. Istilomul hajar. Ihrom bağlagandan keyin bu Makkaga kirib tavafni boshladi.
Bismillah Allahu Ekber deb tutish qildi. Va sharafat tavof dedi. Tavof qilishunda tutish qilib boshlagandikilar bu chog'da miqot qaytib bu qandan qutulay desimi chora yo'q, u gardini bekitib ketdi. Saq qilolmaydi. Hammadan tavof tutish qilgandikilar bo'ldamdi. Qanni saq qilolmaysiz, yana o'linmaysiz degan. Bilib tutar. Li'annahu lam ya'ud ala hukm al-ibtida. Çünkü bu hem de başlangıçta adam emas, resmen şirk oldu işe. Çünkü bu ihram hazır hecnin faaliyetleri olan tutuşup ketkendik. Şundan kan kirişi resmi bekitip gitti. Ve kederke in aada ba'dal vukufi. Şundakla Erpat'ta, hecgi ihram bağlanan kişi Erpat'ta tuğandan kim? Erpat'ta oturup hacildim bizse, ölüm aldım bizse, ısıl hatakla ihramlık alıpta ötükleme miqatda ötep gitip qoplarsa aplar bir qo'ydan qutulayda Erpatning uddul miqat chiqib miqatında kelgan bo'lsa yanla qan saqtilmaydi. Lima bayyana, yani bu ejning faoliyati rasmi o'ttirib berib qoldi. Qala va in jawaza al-miqata la yuridu dukhul Makkah. Yani afaqi Mekke'ye girish maqsadi yo'q. Hajga umr uchun Mekke'ye kiraman demadi bu. Lekin miqatdan o'tdi. Fala shay alik. Bundan qon kelmaydi. Mekke'ye kiraman desin yoki haramga kiraman desin. Hadi haram Mekke'dan sal kenarlik doirada. Mekke bundan sal kenarlik doirada haram doirasi var. Onunki hil doirasi, onunki miqat. Başka bilan farqi Mekke'ye kiraman deb bo'lib qolsa, qanday shu haj bilan, umr bilan yoki boshqa ish bilan Mekke'ye kiraman deb qolsa, miqat o'tagach qon keldi. Ma hozir Mekke'ye kiraman demadi, Mekke atrofidagi joylarga kiraman degan bo'lsa, qon kelmaydi yoki ishmi kelmaydi. Li'annahu innama wajaba al-ihramu li ta'zim Makkah tasharrafaha Allah. Chunki bu ihrom bog'lash Mekkeni ulug'lash uchun vojib bo'lgan. Yani şu miqatning belgilanishi, ihrom bog'lashdan maqsad shu. Yani asosiy maqsad shu. Bundan boshqa maqsad bo'lishi mumkin. Yani aşı joyni boshqa butun dunyodagi zaminlarning har qaysi iqlimlardagi har qaysi joylardan alohida sharaflantirish uchun vojib bo'lgan. Şerrefahallah. Allah Teala onun şerefini tekamakat kıyson, şereflendirsin. Bu dua. Ve ma qablaha min al-qura wal basatini gayru vacib at-ta'dim. Herem dairesi berişten burun işraydiganlar şu bağ bostan, etizli, başında joylar, mahalleler ulug'laydigan joy emas. Yani bu hil dairesi mahalleler ulug'laydigan joy emas. Bunu ulug'lash vojib emas. Ulug'lash adab jihatdan bo'lsin, u vojib emas. Wa idza jawaza al-miqat sara huwa wa sahib al-manzili sawa. Lekin miqat o'tab hil dairasiga kirsa, hil dairasidan bilan miqat o'tib ketgan afaqi ikkisi o'xshash bo'ladi. Shu hil turotdan bo'lganmi? Sawaun har ikkisi o'xshash. Yani hilli degandek bo'lib ketdi. Bu afaqi hozir hil dairasiga kirib turgan ekan, hilli bilan o'xshash bo'ldi. Falahu dukhulu Makkata bighayri ihramin limamar. Undan ekan bu andın şu hil dairasidan andın niyat o'zgarib qilib, gach bir umr qilib chiqay. Haj qilolay deb qolsa, shad ihrom bog'lab bo'ldi. Biz bayatni degan anda yilishlikda bo'ldi dedik-ku, shu gap shu. Juqurdimi, o'tib ketdi. Qala ve men kana dakhil al-miqat fa miqatuhu al-hil. Miqatning ichidagi kishilar bularni ihrom bog'laydigan, haj va umrga ihrom bog'laydiganga bekitilgan o'rin hil doirasi. Shu uy edi. Shu uy va mahallasidan ihrom bog'lasa bo'ldi. Allazi baynal miqat va baynal haram. Yani hil degan nima? Miqat bilan haram oralig'idagi rayon. Miqatning ichidan hammasi desak haramga kirib ketadi. Biz ash arliq turibmiz. Mava miqat mana. Mava haramning doirasi. Mush arliqdagi zamanda. Bu nereden ihrom bog'laydi umrga? Turayotgan joyda. Li'annahu ahrama min duwayrati ahli. Shu o'zining turayotgan uydilan ihrom bog'landik. Uydan ya mahallasidan bo'lsa bo'ldi.
Ya şu joydagi masjiddan, ba'zi ulamolar masjiddan ihrom bo'lsa yaxshi edi. Chunki bir ibodat qilgan o'rin bu deydi. Agar o'zi turayotgan Juvayratul Ahl yoki shu mahallasidan ihrom bog'lamay, keyin 20-30 kilometr mana baramga yaqinlashgan chog'da ihrom bog'lasa qon keladi. Chunki buning miqoti turayotgan joyda. Shu afaqiy uchun bekitilgan nuqtaga o'xshash. Buning nuqtasi shu turayotgan joyda. Turayotgan joyda ihrom bog'lamaydi. Alqib ketgan ekan qon keladi dedi. Maktabda yo'qmi agar? Lekin bu kishilar Makkaga chiqib chiqish ishlari uchun Hil doirasida yashaydiganlar, haramning atrofida shu doirada yashaydiganlar Makkaga kirib chiqishda haj umri uchun anday ihrom bog'laydi. Ihrom bog'lamay qolsa qon keladi. Lekin o'zining tijorat va boshqa ishlar uchun tuqqay yo'qlash bunday ishlarga ihrom bog'lamay kirsa bo'ladi. Ya'ni mazhabning qarishidan. Imom Shofiyning bir so'zda shunda o'xshash. Yana bir so'zda yo'q joiz emas ekan. Yana bir so'zda yilda bir qatim ihrom bog'lab kirib qo'ysa bo'ladi. Qala va man kana bi Makkah fa vaqtuhu fil hajj al haram. Hani Mekke dairesi kılıyor. Ama şu merkezdeki kişiler hakkında yapılıyor. Ve men kendi Mekke. Mekke'de tutulan Mekke ahalisi olsun ya ki sırtın kepkağılı olsun. Yani Mekke turuat kallar. İkametlerden turdu. Hacı ömürge saklap turdu. Hacı saklap turdu. Mesela aşında adamlar fevaktuhu fil haccil haram. Hacge ihram bağlap Mina'ya çıktığı olsa haramdan işidirler. İhram bağlap manadı. Duayrati ahlihi ya ki haram masjid şu haram Mekke'nin işidilen ihram bağlap Mina'mamızga fevaktuhu diye mesela miqatul mekani ma adeti zaman mesela miqatuhul mekani deyince ihram bağlaş için belgelenge uğran Mekke'nin işi sırt kısıkta ihram bağlap çıkmayın şu Mekke'deki okşaşın Mekke tuğan mekan şu Mekke'lik kanda olsa okşaş ve fil umrati el hil deki ömür diyor mesela Mekke'de turup ömür kılay dep kaldı. Mesela sırtın bağalla bu bir fırsat. Cık bir ömür kılavasak da kaldı ömür kılavasak. Çünkü herhangi davuluk varanmaymış. Şu fırsatta 3 katım kılavandı, 5 katım kılavandı, ömür kılavandı. Mekke'de turup hacı saklap turatınızsınız. Ömür kılavalay üzemge ya atamga ya anamga ömür kılay dep kalsa kanatlamaz. El hil ömrüge ihram bağlaş için bekitilgen miqat mekani el hil. Mekkelik mi şunda? Ömür kılmakçı olsa haramdan sırtı çıkıyor. Haramdan sırtı çıkıyor. Şu yerden ihram bağlaydı. Mesela nerede? Haramdan sırtı çıkıyor mu arlıktan? Mekke'de tutan müşkatlar bir yerdiler ihram bağlayıp unutmayı. Misal yan yagen yapmalı misal windas çıkar. Yerden ihram bağlayıp verilmesi bana. Mekke turupla ihram bağlapla bundan okumaydı. Bu hilga çıksa ne çıkıyor? Ten'im diyen cevap çıkışı mümkün. Hazreti Ayşe'ma Ten'im'e çıkıp ihram bağlap çıkan. Ya ki Resulullah sallallahu Ca'rana diyen cevapın ihram bağlamı. Ca'ran sen Cıraqraq'tan. Ten'im hazır şu Mekke'nin bir yaksı olup kaldı. Şahı tutuşup gitti. Şahı'nın kenarı şahı tutuşup gitti. Aslı 5-6 kilometre Cıraqraq'tan cay. Ca'rana'dan okuşu mümkün. Hudeybiye'nin Cıraqraq noktası varsa bu Hil dairesi. Ya ki Arfat tarafçısı buldu. Arfat Hil dairesi. Lekin en afzal qaysi ise Ca'rana'nın en afzal değil. Çünkü Resulullah şehirden ihram bağlayıp çıkıyor. Ondan qalsa Ten'im. Çünkü Hazreti Ayşe'nin şehirden ihram bağlayıp çıkıyor. Hil. Hil diyen haram dairesi bir küçük çember desek, merkez nokta desek, şu çekirden sırttan miqat boğan aralıktaki daire. Şu oturduğu daire hildir. Halal rayi, haram rayi namaz. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Mekke'den hacca ihram bağlaş buyurgan ve şu Mekke turatkallar sırtın kelgeli olsun. Sahabeleri Medine'ye gelgen o sırtın kelgeli olsun. Mekke alısı olsun. Hacca çıkmak olsa şu Mekke'den ihram bağlap çıkıyor. وَلِأَنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَرَفَةَ. Ne için ise mesela hacca için hilga çıkıp ihram bağlap çıkmaydı. Ömrüge atayda hilga çıkıp ihram bağlap kirdi dese ulemalar Resulullah'ın kıyga şerikti o bir delil olsa çıktın yeni bir deliline da süzüp yekillep çıkan.
Ama şu hac ömür faoliyatının bütün sirip tekşürse, istikra deymiz. Bir sirip tekşürse, bunun da çokum ehramlı halatda hil rayını bilen haram kılıngan rayın ikisi buluşu lazım. Çokum. Hacdım şunda, ömrüm şunda. Hem ömürde ne için haram dersi tuğan ataatın hil dersi olsa, şu ehramlı halat çokum hil haram. Hil haram. Bunda ikisi tebilişi lazım. Hac seferdim şunda, ömür seferdim şunda değil. Yani hac geçiyor ise, ne için hil çıkmaydı olsa, Arafat hil dairesi. Arafat hil dairesi. Bu hil bunda kesek, Muzdalife gelip Mina'nın şunda bizir kesek haram dairesi başlıyor. Çünkü Resulullah'ın ki peygamberlik kilişten burun çıkarttın mecliğan dedik o. Kureyş'le biz ehlül haram. Biz haram dairesini, hil dairesini bunda kumsakmış, ulucayı tutsaklan buldu Arafat çıkmaktı. Başka afakıyla Arafat tutup onu Muzdalife gelip bundan öptü. Yani Resulullah'ın şu çağda hac kıygallardan birisi tögüsü ketip mi yoki kechikib turibmi, bir yerdan tögüsini izlab kelsa, Arfatda shu boshqa yerdan kelganlar turadigan hil doirasida Rasulullohning tug'ilganini ko'rgan. Hayron qolibdi. Bu Qurayshdan tursa bu hil doirasida tur ekandi. Lekin Rasululloh shu to'g'ri qoida bilan qilgan. Lekin Qurayshlar ramzonlik qilib, biz ahlul harom. Boshqalar doirasi chiqib bunda Arfat turdi, biz turishga ehtiyoj yo'q deb endi o'zgartirdi. Peygamberlik kılıştırılan Resulullah şu to'g'ri ishni qilgan. Shuni Arafat hil doirasida. Nolga hajdimi Makkadan ehrom bog'lab chiqqan bilan hil doirasiga chiqdi hoji. Nolga hil va haram. Umrda haram kirib qilgan bo'lgan cho'qim hil doirasiga chiqishi lozim. Bunun ustiga Alloh taolo nimada ya'tuka rijalan va ala kulli damir. Tamam? Ya'tuka degan xuddanda şu haramning sirtidan bunda kildi degandek. Haramning sirtidan kildi, hil doirasi ehrom bog'lab, masalan, aqaqida miqatda ehrom bog'lab kildi. Lekin haramning shu tug'anlar hil doirasiga, hil doirasidan haram doirasiga rijalan kildi. Endi haj qilgancha haramda ehrom bog'lab, Arfat chiqib, Arfatdan rijalan kirdi. Yoki ala kulli damir. Lekin bu aslında kilish vücut çıkılıyor. Yani bir seferdek bir iş bulaştırdı. قال ولأن أداء الحج لا يتم إلا بعرفة وهي في الحل. Bundanken hil ve haram diyen cemleş vücut çıkamılıdır. فإذا أحرم من الحرم يقع نوع سفر. Haramdan ehram bağlab başlasa, kim hilga çıkıp, hildan kaçıp bulgan bolgan eken, bu bir xil sefer kılıştak. Yani hil ve haramni cemleşten ibaret. Lekin bu haram tutan kişi hacga ehram bağlamoqchi bo'lsa, hilga chiqib ehram bağlamoqchi. Biz tan'imga chiqib ehram bağlamoqchi. Qan kirdi. Chunki miqotingizni olib ketdingiz. Miqotni tashlabdi. Miqotni tashlabdi. Bak taqodirlik qilamanda ba'zi odamlar moya shu tan'imga chiqib bunda ehram bağlab chiqaman deb tursa, qan kirdi. Qala va amma al-umra, umra kasak فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم. Hazreti Ayşe aksilen billah tan'imdan ehram bağlab kirib umra qilishga Rasululloh buyurgan. Bu kelgan shu Makkalik bilan o'xshash bo'ldi. Makkada turayotgan bo'lganki, shu Makkalik bilan o'xshash bo'ldi. Va huwa fil hil, ya'ni at-tan'im fil hil. Tan'im degan hil degan joy shu. ولأن أداء العمرة بمكة عمرنا أداء قرآن جاي قيسة حرام مكة فيخرج إلى الحل نوان كم بو حرامدن حل دارس كبر çıkar andın haram kirdi şunda qiysa liyaqa نوع سفر أيضا şujardan hil ve haram bular bir sefer qilgandek ahval vücut çıkan buludu. Bazı ulamalar onda çekilishi mumkin. Bu haram kirib tanıma çıkıp umre kılsam bulmaydı dedi Allah. Ben sebepte bulmaydı duruldu. Çünkü Resulullah ona Hazreti Ayşe'ne ve Abdurrahman'la çıkıranına çıkıp ehram bağlap şeyler buyurgan. Hazreti Ayşe'nin ehram bağlaş. Ayşe'nin ehram bağladı evet. Haraklık olsun mu ehram bağlaş şekli okşumus mu ehram bağladı demiş. İnsandan boluyken hac ve ömrünün bahset kılalı ehram bağladı. Çünkü ayarlarının ehramı
başqacha. Lekin mushunda hilga chiqib ehram bog'lab kirishninki başka deliller mi var? Maktabda bayan qilgan boshqa. Masalan, İmam Malik Muvattada rivoyat qilgan an Hisham ibn Urwa an abihi, yani Urvadan rivoyat qildi. Annahu ra'a Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu ahrama bi umratin min at-tan'im. Qala thumma ra'aytuhu yas'a hawla al-bayt fi al-ashwat ath-thalatha. Bunu İmam Malik bab ar-ramal fi tawafta destek işletinin ayınışta tez yürüyendeki ildan maaşla. Yes'a yani yes'a havlal beyti fil ashwat salasat. Alnında 3 hetim ayınışta tez ildan mangallıqını köylüyorum. Demek Abdullah ibn Zübeyir mo tanıma çıkıp Mekke'ye turutkan emir. Yani halife ilan bulduğuzda Mekke'den çıkıp tanımda ehram bağlap onu kirdi. İmam Ahmed'nin onda bir karşı var. Biz bunun bir katında tuttuk. Mekkelik üçün ömür kılışı yok. İmam Ahmed'in kelgen bir rivayette Cumhurullah okşaş Mekkelik ömür kılışı buldu diye. Lekin Esram rivayet kılgan karışıda Mekkelik ömür kılışı. Mekkelik nasıl? Kulağı açı tavaf. Sırtın kelgenler şu tavaf kılıç için kağıdında ömür kildi o da kıraydı. Bundan ki biz eğer ömür verip Mekke'de bulup kalsak ömrü kılayıl deb qalsak, şu hilga chiqib ömrü qiysak, tekrar qiysak buldu. Ashab-ı kiramlarning izlari tayangan asosda. Qala walau ahrama biha min ayyi mawdi'in sha'a min al-hil. Hilga chiqib cho'qim tan'im deb tan'im shart emas. Hil doirasiga chiqib, unda masjid bo'lsin, chegirani sirtiga chiqib hil doirasi bilan ehram bog'lab kirsak bo'ldi. Masalan, Ciddi'den kiratkan çağda elinin belgesi var, çağız var o darvazda. Şunun aldı tarafına çıkıp ya da ehram bağlap çizsek mi? Ciddi'ye çıkıp ehram bağlap çizsek mi oldu? Medine'yi görüp Medine'den ehram bağlap çizsek mi oldu? Caza illa enne ten'ime afdalu lima ravayna. Lakin ten'im biz rivayet qilgan Hazreti Ayşe'nin ki izlariga asosan afzal deb qaraldi. Bazı ulamalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jarana degan joydan ömrüge ehram bağlap çigen şu en avzili deb qaraydi. Lekin ömrü qilmoqchi bo'lgan kishi ehramning o'z ehram bağlaması haj qilgan kishining ta'kirini. Haj qilgan kishi hilga chiqib ehram bağlasa qon keldi. Endi ömrü qilmoqchi bo'lgan kishi hilga chiqib ehram bağlashi lozimdi. Bu hilga chiqmaylar shu yataqtillan ehram bağlab oldi. Bunun qon keldi chunki onun miqatini tashlab qo'ydi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.